Assalomu alaykum, biz YouTube kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar bilan propan qo'yishda qilinadigan xatolar haqida gaplashamiz. Xo'p, buni trekker misolida ko'rib chiqamiz. Hozir mana trekker 2 mashinasini olib qo'yganmiz. Bunga propan uстановkaga beryapmiz. Xo'p, bu motorni ishlashiga, keyin mashina qizib ketishiga qilinadigan xatolar, motor klapni ko'yishi, motorni o'ldirib qo'yishi, propan motorni o'ldirib qo'yadimi deydiganlar bor. O'shalarga ma'lumot berib o'taman. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar, biz boshladik. Mana havola isishi bilan ko'p mashinalarda bo'ladigan eng katta muammo suvning gradusi ko'tarilib ketyapti deyshadi. Misol uchun trekkerlarda 107 ta 108 gacha chiqib ketib qolyapti deganlar juda ko'p bo'lyapti. Bunga qilinadigan xato suv propan qo'yganda sirkulyatsiyani noto'g'ri olish. Misol uchun mana ko'rishlaringiz mumkin, hozir biz ikkita treningni uzib turib olganmiz, ikkovsini ham. 3 tali mana bunaqangi perexatnikdan qo'yganmiz. Ko'pchilik bu perexatnikning o'rniga bir tomonlamali perexatnik qo'yadi, bitta shlemni uzib turib, bu osonroq bo'ladi, lekin buni ko'rishlaringiz mumkin. Mana reduktorni ko'rsatib o'taman, reduktorning teshigi. Bu kichkina teshiklari ko'rishlaringiz mumkin, ichida devorlari bor, mana shunga uriladi. Urilgandan keyin bu yerda pechkada o'zi bosim katta bo'ladi, shlemi ham katta ko'rgan bo'lsalaring. Xo'p, mana shunga urilganning hisobiga mashinada suv ko'tarilish, o'zini hisobida suv aylanmaydi, suv ko'tarilish paydo bo'ladi. Keyin lops 105, 107 ga chiqqanda ishlab ketadi. Birinchi xatolik shundan, yoki bir xilgalar bu ishlarni chiqarib turib, pryamoy qilib olib qo'yadi. Bunda ham mashina shunaqangi ishlaydi. Yana o'rnatishda ko'p qilinadigan xatoliklardan bittasini aytib o'tib ketaman sizlarga. Mana isparetilga qotirilgan jiklor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu jiklorni tagiga ABKlarda surkab qo'yganmiz. Nimaga? Mana shu teshgandan keyin qotirilganda uzun jiklor qotiriladi bunga. Mana uzun jiklor qotiriladi. Bu qotirilgandan keyin rezba ochilganda mana shu chekkalardan havo so'rib qolish holati bo'ladi. Bunda mashinada betnesimesi bo'ladi, mashina siltalab qoladi. Ko'rishlaringiz mumkin, bu havo so'rmasligi uchun biz hammasini ABKlarda qotirganmiz. Mana bu qimirlamaydi ham, havo ham so'rmaydi. Ya'ni eng ko'p xatoliklardan bittasi mashinaga o'rnatilib turganda noto'g'ri komplekt tanlash. Nimaga? Misol uchun bu trekker 2 ga qo'yiladigan jihozlar Yevropa gazdan Avansi 32 ga 4, Rail italyanskiy injektorlari 2 ohmlik, vысокоскоростной originali, mana pechatlari bor, quyuq quyilgan bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, QR kodi. Reduktorimiz. Reduktorda mashinani o't kuchiga qarab turib tanlashni tavsiya qilamiz. Bu reduktorimiz Lavato italyanskiy 190 ta o't kuchiga mo'ljallangan reduktor. Bu originali. Masalan, bu original reduktor bilan trekker 2 ga propan qo'yish full komplekti 4,5 million so'm chiqadi. Lekin ko'p klientlarimiz boshqa ustaxonada 4 millionga, 4 million 100 mingga ham qo'yib beryapti deydi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, reduktorda bu mashhur reduktorimizni 1 ga 1 luks kopiyasi. Farqini ko'ryapsizlar o'zlaring. Rangida, QR kodlarida farq qiladi. Yana bitta narsa, mana Yevropa gazdan Basico 24 ga 4. Original reduktor qo'yib turib ham miyani 24 ga 4 ni qo'yib qo'yapti ko'pchilik. Bu 32 ga 4. Farqini ko'rishlaringiz mumkin. Bu 32 ga 4, bunisi 24 ga 4. Bu bilan qo'yilsa ham narxi arzon chiqadi. Shunisiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Mana shopir akalar, xudo xolasa biz qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumot berdik. Bizdanmi yo boshqa joyda uстановка qildirsalaringlar, original jihozlar bilan qo'ydirishni tavsiya qilamiz. Mashinaning o't kuchiga yetarli narsalarda. Hop, kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqarasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bizga obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa keyingi video bundan ham qiziqroq video olib kelishga harakat qilamiz. Hammalaringga rahmat.